Mehmonlar, aziz o'quvchilar, ustozlar, bugun mana maktabimizda katta shodiyona Navruz bayramini nishonlamoqdamiz. Bayramlaring muborak bo'lsin. Barchangizni bahor va Navruzi olam bilan tabriklab, tabrik sizniki. Yangi kunda kulgu sizniki. Qo'yu barakat, mehnat to'lg'ondi, navdalar uchidan kulib, bahor uyg'ondi. Kelganda Navruz bayrami. Chittigim, chittigim. Ayni damda yurtimiz bo'ylab kezayotgan Navruz shukuhi bizning Qizilgul mahallamizda ham o'z tarovatini yoygan. 73-umumiy o'rta ta'lim maktabida hamda mahalla hamkorligida Navruz ayyomi bo'lib o'tmoqda. Navruz ayyomida xalqimiz ko'tarinki kayfiyatda nishonlashyapti. Bolalar sho'x kuy-qo'shiqlar kuylab, varraklar uchirib, xalq o'yinlarini o'ynashmoqda. Biz bundan juda ham shodomiz. Zeroki tinchlik bo'lgan yurtga doimo bayram yarashadi. Qizilgul mahallasida ayollarning, yigitlarning va o'quvchilarning shukuhi juda betakror. Bu bayramni azaldan bizda nishonlanib kelgan. Shu bugungi kunda ham bizning mahallamizda nishonlanib kelmoqda. Bunda o'quvchilar, o'qituvchilar va mahalla faollari faol qatnashib bayramni nishonlamoqdamiz. Bahor ayyomi bizga kelib kelishi, halimlarning tayyorlanishi, sumalaklarning tayyorlanishi, yangi yasharish, yashnash ayyomi bahor ayyomiga to'g'ri keladi. Bo'ladi,